Demak, praktikamizni, amaliyotimizni, ya'ni bu amaliyot tezlikda pul kelishiga, nimaga ichki holatingiz orqali nimalarga pul so'ragan bo'lsangiz, har biri kelishiga yordam beradigan amaliyot bilan siz bilan bo'lishmoqchiman. Qulay o'tirib oling, o'zingizni bo'sh qo'ygan holatda o'zingizni shu amaliyotga butunlay berib yuboring va aynan bu amaliyotni asl yuragingiz, asl qalbingiz orqali tinglashingiz har biringizda namoyon bo'lishi, ishga tushirib berilsin. Demak, har birimiz bugun shunaqa praktikani bajaramiz. Ya'ni bu praktika sizni hozirgi kundagi pulga nisbatan ishonchsizlik, pulga nisbatan qiyinchiliklar tug'dirayotgan har bir ong dasturlarini tozalash uchun hamda hayotingizga tezlikda pullar kelishiga, aynan juda yonib turgan paytda pullar oqimini kengaytirishga xizmat qiladigan praktika. Demak, sekinlikda boshlaymiz. Butunlay yuraklarimizni ochamiz. Sevgi dunyolariga, oltin nur dunyolariga. Bugun men tanlov qilaman. Bugun men cheksiz yuragim orqali o'z tanlovimni bildiraman. Muqaddas yuragimni ochishga, muqaddas yuragim orqali asl sevgiga hamda bugungi menga nimaga aynan pullar kerak bo'lsa, har biri kelishiga men o'z ruxsatimni beraman. Bugun men o'z roziligimni bildiraman. Men uchun eng kerakli hozirda yonib turgan qaysi ishimga pullar kelish kerak bo'lsa, har bir kelish uchun mendagi asl xizmat, asl nur ongidagi meni ongim tayyorlab berilinsin. Bugun men o'zimni, qalbimni ochaman. Bugun men yuragimni cheksiz pul oqimi kanallariga ochaman. Bu oqim aslida bu meni ichimda. Bu oqim aslida meni qalbimda. Bu oqim aslida bu meni o'zim. Muqaddas nurli energiyam. Uni faqatgina men ichki holatlarim orqali, o'y-fikrlarim, o'y-holatlarim, noto'g'ri fikrlarim orqali men u oqimni yopib qo'ygan edim. Va men bugun roziligimni beraman. Bu pul oqimini ochilishiga. Pul oqimi aslida cheksizdir. Pul oqimi aslida nurli dengizdir. Va uni men uchun eng xayrli, aynan men uchun kerak bo'lgan har bir vaziyatim uchun, har bir nimaga men uchun hozirgi kunda to'lov qilishim kerak bo'lsa, har biri kelish uchun menda bu pul oqimini ochilishiga va shu pul oqimidan foydalanishimga o'zimga ruxsat beraman. Pul oqimi kengaytirib berilinsin. Har bir shunga javob beradigan kanallarim, portallarim ochib berilinsin. Bugun men oltin ong dengizida, okeanida o'zimni cheksiz serobgarligim, nurli dunyolarim orqali o'sha dengizni qalbimda his qilishga, okeanni qalbimda his qilishga tayyorman. Bu aslida juda ham cheksizdir. Bu aslida juda ham tengsizdir. Biz sekin-astalikda bu okeanni qalbimizga joylaymiz. Bu okean, dengiz yoki okean yoki dengiz, bu farqi yo'q. Asosiysi bu bizani cheksizlik orqali beriladigan pul oqimi kanallarimizdir. Va bu kanal oqim, pul oqimi, serobgarlik oqimi aslida har birimizni yuragimizda joylashgan. Chunki okean ham, dengiz ham, butun dunyo ham
mani qalbimda, mani yuragimda, cheksiz yuragimda, yagona yaratuvchini muqaddas sevgisida, yagona ongda. Har biri mani qalbimdan o'tadi va men bugun qalbimdagi o'sha sevgi xotirjamligi, muhabbat sevgisi orqali bu pul oqimini kengayishiga va pul oqimini o'zimda tan olishimga yordam beradi. Sizni har biringiz sekin-astalikda pul oqimi sizda ekanligingizni hamda bu pul oqimidan siz uchun eng hozirgi kunda to'g'ri bo'lgan xayrli ishlar uchun pullarga tanlov qilishingiz, ularni olishingizdan sizni imkoniyatlaringiz cheksizligini ko'rsatib berish uchun bu okean dengizi, okeanda ko'p okean so'zi kelyapti va dengiz, shuning uchun to'g'ri tushunasiz degan umiddaman, chunki ikkalasi ham bu bizadagi suv, ya'ni bu suv sizdagi o'sha oqimni his qilishingiz uchun ko'rsatib bermoqchimizda. Demak, biz sekin-astalikda har birimiz aynan dengiz bo'yida sekin-astalikda oyoqlaringiz orqali, ya'ni siz oyoqlaringiz ko'ryapsiz, siz ketyapsiz aynan shu dengiz bo'yiga va bu dengiz bo'yidan borayotganingizda siz oyoqlaringiz aynan yerga tekkanda qumlarni, toshlarni bosib o'tyapti va bu toshlar, qumlar har biri sizni oyoqlaringizdagi kuchni, ya'ni oldingi harakatga bo'lgan ishonchni, hamma narsa sizni qo'lingizda ekanligini, faqatgina qadam bosishingiz kerakligini ko'rsatib bergani uchun sekin-astalikda biz o'sha okean tomon, dengiz tomon boryapmiz. Biz borish jarayonida biz har qanaqa o'zimizdagi o'sha hozirgi kunda sizdagi bo'layotgan jarayonlar, pulsizlik, ishonchsizlik, turmush o'rtoqning ishlamasligi, ota-onadagi jarayonlarda har qanaqa holatlarni hayolingizga keltiring. Aynan bugungi kunda qanaqa jarayonlar sizni pul bilan bog'liq qiynatyapti va nima sababdan siz pullar kelishiga o'zingizga ruxsat bermay qo'ydingiz? Nima sababdan pullar kelishi qiyin, pullar topish uchun ko'p ishlash kerak, serobgarlik mani hayotimda yo'q degan fikrlarni berishni boshladingiz? Qaysi vaziyatlaringiz sizni pul oqimingiz torayishiga xizmat qildi? Har birini his qilishga ruxsat bering va sekin-asta angladingiz, his qildingiz. Ko'z oldingizdan har bir jarayoningiz pul bilan bog'liq, serobgarlik bilan bog'liq har bir jarayonlaringiz yodingizga tushish boshladi va sekin-astalikda siz ularni ko'rishni boshladingiz. Siz har birini his qildingiz. Shunchalik ongingizni kichkina holatda, ya'ni toraytirgan holatda har bir vaziyatga ishonib ketganingiz oqibatida har bir o'y-xayollaringiz, fikrlaringiz sizni egallab olish natijasida pulsizlik, pul oqimini torayishiga xizmat qiladigan har qanaqa holatlar, jarayonlar, so'zlar, ya'ni turmush o'rtoq bilan yoki oiladagi konfliktlar pullar oqimini torayishiga xizmat qilgan har bir jarayonni eslashni boshladingiz. Siz har birini yuragingizga joylashni boshladingiz va o'sha yuragingizdan chiqargan holatda ularga shukronalik, minnatdorchilik bildirgan holatda bu okeanmi yoki dengizmi, qanaqa suvni tasavvur qilsangiz o'sha joyga yuvayotganingizni ko'rib berishingiz mumkin. Sekin-asta siz eski kiyimlaringiz aynan xuddiki biz dengizga tushyapmiz va eski kiyimlaringizni yechishni boshladingiz, ya'ni
tezlikda pul kelishiga umuman ishonmaydigan, ya'ni ongimiz toraytirib qolish natijasida umuman pulsizlik hayotingiz bilan bog'liq har bir jarayonlarni eslagan holatda siz tanangizdagi kiyimlarni yechishni boshladingiz. Siz aynan cho'milishga, ya'ni butunlay tozalanishga tayyorlanishingiz uchun har bir eski kiyimlaringizni yechishni boshladingiz. Kiyimlaringiz asta-sekinlikda yechilishni boshladi va ya'ni bu eski kiyimlar bu bizani og'riqlarimiz, bu bizani ishonchsizliklarimiz, bu bizani o'y-xayollarimiz, aynan pul kelishiga ishonmaydigan bizdagi ichki holatlar yoki umuman serobgar hayot yashashiga yoki umuman baxtli hayotda, sevgida, xotirjamlikda, aynan ishongan holatda muqaddas ishonch, kelajakka bo'lgan ishonch yo'qligiga javob beradigan har bir xotiralar, har biri shu kiyimlaringiz orqali siz yechishni boshladingiz. Siz nol holatda, ya'ni toza shaffof holatda siz okean, dengiz suviga cho'milish uchun qadamlaringizni boshlaysiz. Siz ko'ryapsiz, siz tanalaringiz butunlay yuvilyapti. Sekin-astalikda oyoqlaringiz, tizzalaringiz, qorin sohasida, tomoq sohasi, qo'llaringiz, butunlay boshingiz shu dengiz suvida cho'milayotganini tasavvur qiling. Va bu dengiz suvi sizdagi har bir og'riqlaringiz, pullarni hayotingizga kirib kelmasligiga ta'sir qiladigan har bir ong platformalarini yuvish uchun o'zida ish boshladi. Siz bu dengiz suvida yoki okean suvida cho'milishni boshladingiz va siz butunlay his qildingiz. Aslida xotirjamlik, sevgi, muqaddas ishonch, pullar oqimi kelishiga, pullar oqimini hayotimga kelishiga yordam beradigan har bir kuch aslida siz o'zingizda ekanligini his qildingiz. Muqaddas sevgingiz okeanni, dengizni to'ldirdi va ularni har bir suvi, har bir tomchisi sizni og'riqlaringizni, ishonchsizliklaringizni, qo'rquvlaringizni, kelajakka bo'lgan ishonch, umid har birini yuvishni boshladi. Siz shu onni o'zida nurga aylanishni boshladingiz. Siz shu onni o'zida muqaddas sevgini ilohiy muqaddas qismi ekanligini yodingizga olish boshladingiz. Va shu onni o'zida siz tanangiz oltin jilolarga o'xshab jilolanishni boshladi. Ya'ni siz o'zingizdan nurni taratishni boshladingiz. Aynan shu suvda suzayotganingizda, okean suvida yoki siz kichkina baliqlarni dengiz suvida bo'lsa hamda tasavvur qilganingizcha, butunlay bunga bizda chegaralashimiz noto'g'ri. Okean, dengiz bu hammasi asosiysi biz tozalanish jarayonimiz va bu jarayonda siz oltin baliqlarni yoningizga kelayotganini ko'rishingiz mumkin. Va bu baliqlar har biri sizdagi o'sha gibkost, ya'ni suvlarda suza olish, ya'ni suv bu bizani hayotimizda to'lqin, hayot, bu hammasi bizani hayot ssenariyimiz deymizmi, hayot yo'limizda aynan bu suvda baliqlar qanaqa suzayotgan bo'lsa, siz ham shu suvda qanaqa suzayotganingizni tasavvur qiling. Va o'sha baliqlar, oltin baliqlar sizga bu kuchni, ya'ni muqaddas ishonchni, pullar oqimingizni, aynan pul kanallaringizni ochishga yordam beradigan kanallaringizni ochishni ko'rsatib berish boshladi. Ya'ni ularda bu kuch bor. Ular oltin suvda, ya'ni okeanda, dengizda, ularda gibkost orqali, ya'ni mayinlik, ya'ni moslashish orqali ular shu joyda o'z hayotini egallagan. Va siz shu okean suvi, dengiz suvi, ya'ni bu sizni hayotingiz va bu okeanda, dengizda o'zingizni o'rningizni, o'zingiz joyingizni topishingiz uchun aynan shu oltin baliqlar sizga o'zini energiyasini, ya'ni kodini berishga boshlashdi. Ularga qo'lingiz tekkan zahoti ulardagi
qanaqa yashash mumkinligi haqida sizga asl xotiralar uyg'otib berildi. Bularni yaratishda ham, serobgarlik hayotini yaratishda ham aynan sizga bu kod uyg'otib berildi. Bugun har biringiz uchun shunaqangi kuch uyg'otib berildi. Bular oqimini yaratish uchun faqatgina aynan shu okean suvida, dengiz suvida, hayot suvida moslashish va to'xtamasdan harakat qilish. Va bu bizni asl kuchimizga, yagonani yaratuvchini sevgisiga olib borishga xizmat qiladigan aslida yo'ldir. Va bu pul oqimi kanallari serobgarlik aslida faqatgina sizni ichki holatingiz orqali yaralashini ko'rishingiz mumkin. Va bugun siz tanlov qildingiz. Bugun sizni ichki impulsingiz orqali aynan nima sababdan o'zingizga va nimaga aynan siz ishga zapros qilgan bo'lsangiz, sizga kerakli bo'ladigan pullar yoki umuman har qanaqa pul oqimingiz kengayish uchun sizdagi har bir to'siq, blok har biri yuvintiriladi, tozalanadi va sizga asl ishonch, asl kuch uyg'otib beriladi. Siz asl sevgingiz, muqaddas yuragingiz orqali shu dengiz, okean suvidagi oltin baliqlardan har biridan ishonchni, moslashishni va kelajakka bo'lgan umidni, asl harakatni ulardan oldingiz. Va oltin baliqlar har biri sizga bularni yaratishda asl g'oyalar, ya'ni ular o'z rizqini dengizda, okeanda qidirib topganidek, biz ham o'zimizni rizqimizni, barakamizni o'zimizni hayot yo'limizda yaratishimiz uchun butunlay bizda o'sha asl g'oyalar, asl yo'llar ochib berilishi, ko'rsatilishi boshladi. Bugun shunaqangi har biringizni qalbingiz cheksizlikka qarab ochilindi. Okean suvida, dengiz suvidagi o'sha kichkina baliqcha aslida siz faqatgina unda suzishni bilsangiz bo'ldi. Va bugun sizga o'sha suzish kalitlari, ya'ni yashash uchun, ya'ni hayotni qaysi etapidan yashashdan o'tishingizdan qat'iy nazar va bunda qanaqa hayot ssenariysini yashab o'tishingizdan qat'iy nazar, qiyinchilikmi u, xotirjamlikmi u, har qanaqa jarayondan tez chiqib ketishingizga yordam beradigan kalitlarni oldingiz. Va bu oltin baliqlar sizga o'sha siz uchun hayotingizda yanada oldinga qadam tashlashingiz uchun sizga bu kalitlarni berishdi. Va bugun siz bildingiz, pul oqimi kanallari aslida sizda ochiqligini, u cheksizligini faqatgina oldinga harakat qilishni bilsangiz va ichki xotirjamlik, muqaddas ishonch orqali mendagi har qanaqa men uchun eng to'g'ri bo'lgan ishlarim uchun, g'oyalarim uchun, xizmatlarim uchun pullar kelishiga mendagi ishonch uyg'otib beriladi. Sizni har biringizda shunaqangi kalitlar uyg'ondi. Bugun serobgarlik, pul oqimi kanallariga ulandingiz. Har biri tozalandi. Shu paytgacha bo'lgan har qanaqa o'sha bizani negativ fikr, o'y xayollarimiz to'sib turgan har bir to'siqlar oltin suvda, dengiz suvida, okean suvida yuvintirildi. Va bu suvda sizni butun tanangiz shaffof oltin nur tanasiga o'tkazib berildi. Sekin-astalikda siz bu okeanda o'z joyingizni va butunlay shu pul oqimi sizda ochilishi boshladi.
cheksiz sevgingiz bilan, cheksiz nuringiz bilan shunchalik ishonchda bo'lingki, bu pul albatta yoki serobgarlikmi, muqaddas hayotmi, har biri siz uchun atalishi boshladi. Ya'ni yaralishi boshladi. Siz shu reallikka, muqaddas reallikka o'tishni boshladingiz. Bilasizmi, hozir shu praktikani bajarayotgan jarayonimda hozir o'rtada uzilish bo'lib qoldi. Ya'ni aynan shu praktikani o'zim yozish jarayonimda onam kirdilar va oyim aytdilar, men kartangga pul tashlamoqchiman deb aytdilar. Men aytdim, hozir to'xtang, aynan to'xtang, kerak emas, hozir menga hozir chiqib olaman desam, yo'q, tasha deb aytdilar. 90 ming pul menga tashlab bermoqchi bo'lyaptilar. Men nimaga aytmoqchiman? Aynan o'zim shu ishlash jarayonida, o'zim hozir moment o'zida 90 ming o'zimdan o'zim onam menga tashlab bermoqchi bo'ldilar. Shuning uchun faqatgina ishonchda bo'lsangiz, siz uchun hozirgi momentda aynan qancha summaga tayyor bo'lsangiz, shuncha pul siz hayotingizga kirib keladi. Albatta, bugun siz juda katta ish qildingiz. Aynan shu agar efirimizni, praktikamizni tinglagan bo'lsangiz, bajargan bo'lsangiz, har biringizda bu kalitlar ochilishi boshlaydi. Chunki siz bugun o'sha okean suvida, dengiz suvida, hayot suvida harakatlanishni, muqaddas sevgingiz orqali o'sha sevgini yaratishni o'rgandingiz. Va bu sizga pulingizni, ya'ni hozirgi kundagi yonib turgan pul oqimini kengayishiga, serobgarlik orqali ochilishiga xizmat qiladi. Faqatgina chin yurakdan, sevgidan va his qila olgancha bunga rozilik berganingizda. Agar hozirgi bitta eshitganingizda his qila olmasangiz ham bu normalni, bu tabiiy holat, lekin buni tinglash jarayonida, ya'ni bir kuni bir mahal kamida tinglash jarayonida sizda bilasiz, ongingiz shunaqangi kengayib ketadi va bu ishonchni his qilishni boshlaysiz. Har biringizga tashakkur etaman va o'z hayot suvingizda, ya'ni okeaningizda, dengizingizda qirol bo'lishingizni va bu dengizda aslida sizda cheksiz imkoniyatlaringiz borligini har doim eslashingizni, yodingizda olib turishingizni so'rab qolaman. Har biringizga tashakkur va cheksiz sevgim bilan bizani 25-26 dekabr kunlari 2 kunlik praktika 2 kunlik kursimizda kim yozilmagan bo'lsa, yozilgan bo'lsa ham har biringizni kutib qolaman va cheksiz sevgim bilan har biringizga rahmat, minnatdorchilik bildirgan holatda keyingi praktikalarda ko'rishguncha deb qolaman.